Uyumli poydevor qismi, sokin qismi juda ham sho'r. Tabiiy tosh mahsulotlaringiz tersam tushib ketmaydimi deb savol berishadi. Sizlarga hozir video davomida ikkita narsani ko'rsataman, o'zlaring bilib, o'zlaring uchun xulosa chiqarib olasizlar degan umiddaman. Aynan shu sokalar brezimiz terilgan 8 yildan oshdi ko'rishingiz mumkin. Tepa qismi yopilmagan va yomg'irlar urib yotadi. Travertin tabiiy toshdan tortib keramik granit, tabiiy kapustagacha terilgan shu sokalar brezimizga. Sho'r unchalik balandda chiqmaydi, pastda bo'ladi desalar adashasizlar. Travertin yuzoq qismiga e'tibor beringlar, sho'r bosyapti. Keramik granitlar ham hatto 8 yildan oshgan. Faqatgina mana bunday eshilib, bo'lib ketgan. Keramik granit turgan bo'lgandan keyin albatta tabiiy toshlaringiz undan uzoq muddat xizmat qiladi. Faqatgina professional ustalar tersagina mana shunday xizmat qiladi. Ko'rishingiz mumkin. O'ta ham go'zal holatda turibdi. To'g'ri, endi keramik granitlar eshilib ketadi vaqt o'tgan sari, lekin tabiiy toshlar bundan-da go'zal turadi. Albatta, professional ustalar tersa. O'zbekistonimizda har xil chekkasida har xil sho'r, baland pastliklar bor. Agarda sho'r baland desalaring, hozirgi kunda ximikatlar chiqib ketgan, sho'rni ketkizuvchi, sho'rni yuvuvchi, umuman sho'r chiqarmagan. Yo'q, shunda ham sho'rga ishonmayman desalang, armaturaga suxoy montaj qilishlarini tavsiya qilaman akalar. Mana bu haqida qiziqarli ma'lumot o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'ling.